Yurtimizda fuqarolarimiz uchun haj va umra amallarini xavfsiz hamda munosib bajarishlari uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratilayotgan bo'lsa-da, hamon firibgarlar tuzog'iga tushib qolayotgan aholi vakillari uchrab turibdi. Ayrim shaxslar o'z manfaatlarini ko'zlab, respublikamizda amalda bo'lgan tartib-qoidalarni chetlab o'tgan holda fuqarolarni ziyoratga yuborishga urinishmoqda. Aslida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan ushbu jarayon ma'lum tartib-qoida asosida tashkil etilishi belgilab berilgan. Haj amallari uchun safar tadbirlariga davlat tashkilotlari mas'ul bo'lsa, fuqarolarni umra ziyoratiga jo'natishda maxsus litsenziyaga ega xususiy turfirmalar ham ishtirok etishi mumkin. Haj ziyoratini amalga oshirish tartibi bo'yicha eslatib o'tamiz. Fuqaro o'zi yashab turgan mahalla idorasiga elektron platformaga kirish uchun murojaat qiladi. Mahalla tomonidan ro'yxatga olingandan keyin mahalla idorasi qoshida haj va umra ziyoratini tashkil etishga doir mahalla fuqarolar yig'ini huzuridagi komissiya asosida xulosa qilinib, tuman hokimligining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha hokim o'rinbosari majmuasiga taqdim etiladi. Va shu tartibda ro'yxatga qo'yiladi va mana shu ro'yxat asosida, navbat asosida fuqarolarimiz tegishli tartibda komissiyaga jalb qilinadi. Endi bugungi kunda ayniqsa umra ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz ko'pgina turizm faoliyatini amalga oshirish firmalari tomonidan aldanib qolayotganliklari, Saudiya Arabistonida bir qancha muammolar duch kelayotganligini inobatga olib eslatib o'tamizki, umra tadbirlarini O'zbekiston Respublikasi Musulmonlar idorasi huzuridagi Haj va Umra markazi tomonidan va O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan litsenziyalangan 12 ta hozirgi kundagi xususiy korxonalar tomonidan amalga oshiriladi. Ko'pgina turfirmalar o'zining litsenziyasi bo'lmasa-da, litsenziyasi bor firma bilan hamkor ekanliklarini ham aytib, ularni ham umra ziyoratiga jo'natishni yo'lga qo'yganlarini ham juda ko'p guvoh bo'ldik. Mana shundan ogoh bo'lib, umra faoliyatini tashkil etmoqchi bo'lgan korxonalar agar litsenziyasi bo'lmasa, umra ziyoratiga jo'natish mumkin emasligini yana bir eslatib o'taman. Respublika diniy ishlar bo'yicha qo'mita tomonidan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyani qo'lga kiritgan turfirmalar ro'yxati e'lon qilingan. Ro'yxatda bo'lmagan firmalarning mazkur faoliyat bilan shug'ullanishi taqiqlanadi. Ammo shunday bo'lsa-da, ba'zi fuqarolar litsenziyasi yo'q tadbirkorlar bilan shartnoma tuzib aldanib qolishmoqda. Aziz ziyoratchilar, agar siz Saudiya Arabistonida ba'zi bir qiyinchiliklar va murakkab vaziyatlarga tushib qolsangiz, eng avvalambor Jidda shahridagi O'zbekiston Respublikasi tomonidan maxsus vakil sifatida haj va umra tadbirlarini tashkil etish bo'yicha mas'ul attashega, shuningdek Madina va Makka shaharlarida O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mita, musulmonlar idorasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan maxsus ishchi guruhlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, ushbu murojaatdan keyin sizni ishonchingizga kirib, aldov orqali jo'natgan noqonuniy tarzda faoliyat yuritgan firmalarga tegishli choralar ko'rilishini ma'lum qilamiz. Diniy qo'mita tomonidan ruxsat berilgan litsenziyasiga ega bo'lgan deb o'zini niqob qilib olgan korxonalar fuqarolarimizni ishonchiga kirib, ularning mulkini qo'lga kiritib, ularga juda ko'p miqdorda zarar yetkazish oqibatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan, ya'ni 8 yildan 10 yilgacha jinoyat javobgarlikka tortilish belgilangan. Xususiy tadbirkorlarni diniy qo'mita tomonidan kerakli ruxsatnomalarni olib, so'ngra mazkur faoliyat bilan shug'ullanishni so'rab qolardi. Aks holda ushbu harakat jinoyat javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. Ushbu tasvirlarda Respublika din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyani qo'lga kiritgan turfirmalar ro'yxati taqdim etilmoqda. Bu ma'lumotlarni siz shuningdek qo'mitaning rasmiy saytlaridan ham topishingiz mumkin. Ogoh bo'ling, haj va umra ziyoratlari yuzasidan faqat rasman ro'yxatdan o'tgan turfirmalarga murojaat qiling. Qo'mita shuningdek, umra sayohatiga borish uchun umra vizasi olish kerakligini ham eslatib o'tadi.